Assalomu alaykum bozor trend obunachilar. Mana bugun biz Xurshidgan fermasiga kelganmiz. Batda har xil turdagi novvoslardan sotilar ekan. Bu limuzinmidi? Limuzin. Ha, limuzin, ana shoxligi kalmikmidi? Ha, mana kalmik, mana avlik yo'q, shox kuydirilmagan ekan mana. Ha. Jingalak achaqchi mana. Ha, Greford tozasi ekan mana. Greford tozasi. Mana uchun mana joydor yomon ekan. Ana. Qashami? Ha. Turishini qarang. Limuzinni. Limuzinmi bu ham? Shoqi yo'qmi? Shoxi yo'q, bor jichcha. Ha, kuydirilgan boshqacha turib. chala kuydirilgan ekan shekilli. Mana unisi ham boshqacha ekan, sutdan chiqqan. Mana ular вообще boshqacha narsa ekanmi? Ha. O bitta Greford ichida yurishini qarang. Ana kattanimi? Ha. Bularimiz akalar sotiladi deyapti. Usmasak ham ishqilib. Ha, bitta Angus ham bor ekan. Qaysi biri hangisi? Mana qora. Ha, qora u. Bu ham shox kuydirilmagan ekanda. kuydirilmagan ekan. Buni ajratib orqalarini qarang. Mana ularni kalmik ekan, orqasini qarang. Kalmik. Sutga to'ygan variantlari ekanda. Mana u avlik o'lmidi? Grefordni tozasi. Tozasi. O qo'ng'iroq sochlarini qarang buni. Mana. Mana uchi mana. Limuzin? Mickey Mouse'ga chatishgan ekan shekilli. Yonida avlik yo'q. Avlik. Bularimiz akalar sotiladigan ekan. 18 milliondan 33 milliongacha. Pastda nomerlar qoldiramiz, telefon qilasizlar, tanlab, bo'yiga, puliga qarab olaverasizlar akalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlarga manfaatli video bo'ldi o'ylayman. Qisqacha lo'nda. Tamom. Like, подписка.